Sharq Turkistonda davomlashayotgan atalmish tarbiyalash nomidagi yig'ilish lagerlarida doktor, o'qituvchi qatorliq madaniyat saviyasi yuqori kishilar tutib turilmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Sharq Turkistonning Kushan nahiyasida soqchi amaldori Abdukim G'ofurning o'tgan yil 6-oyda tutilib, atalmish tarbiyalash markaziga qamalganligi bildirildi. Abdukim G'ofur 2008-yilda Xitoyda o'tkazilgan Olimpik tanharkat musobaqasi jarayonida o'tkazilgan namoyishlarga qarshi aktiv rol olgan va unga medal taqdim qilingan bo'lib, darajasi o'stirilgan. Misr hukumatining Xitoy bilan kelishim tuzgandan keyin bu davlatda yashayotgan Uyg'ur o'quvchilarning Xitoy doiralari tomonidan so'roq qilinishiga va tutqun qilinishiga yo'l ochib berib, Xitoyni qo'llaganligi o'ttirg'i chiqdi. Siyosat mutaxassislarining bildirishicha, Misr o'z zaminida Xitoy tomonidan qiyin qisloqqa uchrash ehtimolligi bor bo'lgan Uyg'urlarning tutib turilishi, so'roq qilinishi va qo'lga ilinishiga ko'z yummoqda. Ayni vaqtda Uyg'ur o'quvchilarining siyosiy mahbuslar qamaldigan Tora turmasiga avatilganligi e'lon qilingan edi. Norvegiyada yashayotgan va bu haqda tadqiqot olib borgan Abduvali Ayub, Misrda yashayotgan Uyg'urlarning 6000 kishidan 50 ga oylik tushib qolganligini bildirdi. Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishga tayyorlanayotgan Amerika Hong Kongdagi voqealar haqida Xitoyni ogohlantirdi. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Hong Kong qonunlariga xiloflik qilinsa, savdo kelishimi fursati aziydi dedi. Amerikaning bu masalaning insoniy shaklda hal qilinishini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan ommaviy taratqush usullari bo'lgan Facebook va Twitter Hong Kongdagi voqealar haqida saxt uchur tarqatgan ba'zi hisoblarni taqib etdi va bularning orqasida Xitoy bo'lishi mumkinligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiyaning Giyet yig'ini qaytib kelishining muvofiq ekanligini bildirdi. Trump bu vaqtdagi bayonotida Rossiyaning Giyet guruhining ichida bo'lishi texnik muvofiq bo'ladi deb qarayman dedi. Trump Rossiyaning Giyetidan chiqarilishi haqida sobiq prezident Barack Obamani aybladi. Trump o'tgan yil iyunda Rossiyaning qatnashishining Giyet uchun foydali bo'lganligini aytgan edi. Amerika, Germaniya qatorliq 7 davlatda tashkil topgan bu guruh dunyodagi eng chong 7 iqtisodiy gavdadan tuzilgan bir guruh deb bilinadi. Xitoy urush paraxotlari poytaxt Manila sahillarida aylangandan keyin Filippin prezidenti Rodrigo Duterte davlatining dengiz tavalligiga ruxsatsiz kirgan paraxotlarning bundan keyin dushman muomalasiga uchraydiganligini aytdi. Xitoy dengiz armiyasiga tava urush paraxotlari nurg'un qitim Filippinning dengiz tavalligiga ruxsatsiz kirgan bo'lib, yaqinda poytaxt Manila sahillariga yaqinlashgan edi. Uningdan boshqa Dutertening bayonotchisi Salvador Panel atrofdagi davlatlarning texnik ochiq bo'lish kerakligini talab qilib, dengiz tavalligimizga kirgan barliq chet el paraxotlari kirishdan burun munosabatli hukumat doiralarida xabardor qilishi va ruxsat olishi lozim. Ya do'stona shaklda rioya qiladi yoki bo'lmasa do'stona bo'lmagan shaklda kuch ishlatamiz dedi. İrlandiyada 14 yoshlik bir musulmon qiz ko'chada ketib berayotgan bir to'p kishining hujumiga uchirdi. Hujumchilar bu qizni yerga yotqizib tepdi va yog'liqini chiqarib mushatdi. Bu voqeani hujumga uchirgan qiz bayon qildi. Soqchilar voqea haqida tekshirishning boshlanganligini va bu qizga hujum qilgan irqchilarni izlayotganligini bildirdi.